Istanbuldan bir oy deganda aka Bolgariyaga qarab yo'lga chiqdik. Dadam homiy, qolganlar hamkorlar, o'zimizga yaqinlar, hamma yopishtiradigan narsalarni hammasini yopishtirdik. Nima deymiz aka? Yo'lga chiqib ketyapmiz. Duo qilyapsizlar. Qanaqadir videolarda kamchilik aka bandamizda kamchilik bo'lib qolsa kechirim so'rayman. Kimgadir qattiqroq yozib beribman. Chunki ancha bo'larimiz bo'ldi deydi-yu, yo'lda har xil vaziyat bo'ldi. Bandamiz xatolarimizni kechirasizlar. 10-kuni Umra safariga boraman deganlarga kecha video qilib qo'ydik. 10-kundan kirgizmaydi ekan Saudiyada, 20-kundan kirgizar ekan aka. $1000 narxi. Agar ota-onangizni olib boraman deb niyat qilib bergan bo'lsangiz, yoki oila a'zolar bilan, oshna-qo'ynilar bilan, mana hozir payt aka, $1000 dan oshiqcha bir so'm rasxod qilmaysiz. Oldin ham bularni reklama qilganman, hech yomon gap eshitmaganman. Hoji akam o'zi olib borib, hamma yo'g'ini o'zi ko'rsatib, ibodatlar to'la to'kis qilishinglarga yordam beradi. So'mkalar, nimchalar, Qur'on kitoblar, yana juda ham ko'p joylarini, ziyorat joylarini olib borib, xudo xolasa sizlarni umra amalini to'la to'kis qilishinglarga yordam beradi. Shunaqa gap aka. Xudo xolasa biz yo'lga chiqib ketyapmiz. Agar umra amalini planlashtirib yurgan bo'lsangiz, mana shu raqamlarga hozir aloqaga chiqing. Xudo xolasa umraga borganda bizni ham duo qilish esdan chiqmasin. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Aka, bitta ikkita qayerdadir gapimizdan adashib ketib qolgan bo'lsak, qalbimizda boshqa narsa lekin. Joninglar sog' bo'lsin. Xo'p, Bolgariya bizni kutib ol. Biz Zaporojda chiqib ketyapmiz. Aytgancha, homiy dadam. Shunaqa gap.